Videoni professional konditer kruassanchilar o'tkazib yuborishligi mumkin. Biz uy sharoitida shunaqa havaskorona kruassan tayyorlab ko'ramiz. Kruassanni xamiri uchun 100 g sut, 10 g tuz, 50 g shakar, 7 g dro'jja, 50 g sariyog', 160 g suv hamda 500 g un kerak bo'ladi. Barcha mahsulotlarimizni solib yaxshilab xamir qorib olamiz. Agar kimdadir testa mishalka bo'lsa, testa mishalka yordamida xamir qorilsa, xamir bundan ham yaxshiroq chiqadi. Bu videoda hech qanaqa professional texnikalardan foydalanilmagan, barchasi oddiygina qo'l yordamida amalga oshirilgan. Xamirimiz bir-biriga juda ham jipslashib, usti ham silliq bo'lib chiqishi uchun qo'l yordamida yaxshilab mushlab mana shunaqa holatga keltirib olamiz. Xamirimizni qorib olganimizdan keyin uni strech yoki salafan yordamida xolodilnikga 5-6 soatga qoldirib, keyingina yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni yoyib olganimizdan keyin 250 g sariyog'ni mana shunaqa pergamentda ortga solib olib, mana shunaqa plastinka holatida yoyib olamiz. Agar sariyog' erib yoki bo'shashib ketsa, uni xolodilnik gaziga qo'yib qotirib olib, keyingina xamirni ustiga solib, mana shunaqa konvert qilib yopib olamiz. Konvert shaklidagi xamirimizga yarim soat xolodilnikda dam berganimizdan keyin jo'va yordamida shunaqa yengil harakatlar bilan ozgina bosib olib, keyin yoyib olamiz. Yoyilganda chetiga sariyog' yetib bormagan joylarini kesib tashlab, yana bir marta konvert qilib strechlab xolodilnikga yana yarim soatga qo'yib turamiz. Yarim soatdan keyin xamirimizni olib, yana bir marta yoyib, konvert shaklida yopib, yana yarim soatga xolodilnikga qo'yamiz. Xamirimizni har gal xolodilnikda saqlashimizning sababi birinchisi sariyog'ning erib ketmasligi, ikkinchisi dro'jjaning reaksiyaga kirishib oshib ketmasligi uchun. Yana yarim soat morozilikada saqlangan xamirimizni olib, to'rtburchak shaklda yoyib olamiz. Kruassanlarimiz tekis chiqish uchun xamirimizni chetidagi qiyshuv bo'lib qolgan joylarini kesib olib tashlaymiz. Men uy sharoitida kichikroq kruassanlar tayyorlaganim uchun har bittasini 6 cm dan kesib olib, keyin uni diagonalga kesib chiqdim. Kesib olgan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek mana shunaqa zichroq qilib o'rab olib, oxirini sekingina yopishtirib qo'yamiz. Men konditorskiga hech qayerda o'qimaganman, shogird ham tushib o'rganmaganman. Bu kruassan ham uy sharoitida birinchi marta havaskorona tayyorlab ko'rilyapti. Menga professionallar nazari bilan qaramaysizlar degan umiddaman. Qanchalik o'xshat olganimni videoning oxirida kommentariyada yozib ketsanglar xursand bo'laman. Listimizga pergamen qog'ozi yozib, kruassanlarimiz orasini ochiqroq qilib taxlab, tuxum surib, suv sepib, xona haroratida uzog'i 30-35 gradusgacha bo'lgan temperaturada 2-2,5 soatga qoldiramiz. 2-2,5 soatdan keyin kruassanlarimiz mana shunaqa bir tekisda ishib olgandan keyin yana bir marta ustidan tuxum surib, 180 gradusda 18-20 minut davomida pishirib olamiz. Kruassan pishayotgandagi duxovkadan chiqayotgan hidni o'ziga maza qiladi inson. Kruassanlarimiz usti mana shunaqa juda ham qasur-qusur, ichi bo'lsa mana shunaqa g'o'yi bo'lib chiqadi. Kruassanlarimiz ichiga har kim o'z xohishiga ko'ra turli xil krem yoki shokoladni qilib yoki sendvich shaklida ham iste'mol qilishligi mumkin. Yetishga ulgurmagan barcha ma'lumotlarimizni opisiyadan topishingiz mumkin. Uy sharoitida shunchaki oddiy havaskorona tayyorlab ko'rdik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.